Bu burgerlarni qaranglar, qanaqangi chiroyli yasab qo'ygan. Xuddi burger o'ziga o'xshaydi. Haqiqatdan har bitta detallariga qilingan. Bu yog'i tachilka qizlar. Bu lampa burgerlar. O'zini shunaqa zaryadkasi bo'ladi va qog'oz chiqadi ichidan, korobkasining ichidan. Bu ochiladi. Hozir ochilgan holatini ko'rsataman. Mana bu ochilgan holati. Ya'ni xohlagan tarafga qarab o'zini mana bunisi yumshoqligi hisobiga qulay qilib olasizlar o'zingizlarga va svetильникchasi mana lampasi to'g'rirog'i yonadi. Kitob o'qiydiganlar uchun ham, har bitta dars qilayotganda ham bolani ko'ziga uyni xonasi xiraroq bo'lsa, yoniga qo'yib ishlatirishga juda ham chiroyli qizlar mana. Ham kreativniy, ham lampa ko'rinishiga ega. Agar kechqurun bolalarimizni faqat yorug'likdan qo'rqayotgan bo'lsalar, shunaqa qilib sal yorug'ligini kamroq qilib qo'ysa bo'ladi.